Assalomu alaykum barchaga. Faberli kompaniyamizni juda ham ajoyib bo'lgan barcha qizlarimizga, ayollarimizga yoqayotgan va trendga chiqayotgan atirni raspakovka qilamiz. Albatta bu atirni o'zim uchun urgandim, chunki sensiylar juda ham yaxshi ko'rib, sepadigan atirim tugab qoldi va atirimni yangilagim keldi. Faberli kompaniyamizda ishlasanglar, maza qilib kosmetikalardan foydalanib yoki sotib yoki oyliklarga chiqsanglar bo'ladi. Faberli kompaniyamizda shunaqangi ajoyib bo'lgan atir. Bu atir yangi novinka atir hisoblanadi. Bu atirimizni kichkina 30 ml chiqardi. Hozirgi paytda shunaqangi kattagina chiqyapti. Bu atir Versace, Chanel atirlari bemalol o'rnini bosa oladi. Agarda sizni $50, $100 pulingiz bo'lmasa, cho'ntagingiz ko'tarmasa, bemalol Faberli kompaniyamizdan mana shu atirni olib sepsanglar bo'ladi. Chunki ancha-muncha atirni yo'lda qoldiradi Faberli kompaniyamizning atiri. Va Faberli kompaniyamizda mana shu Fiesta atiri gullar ifori, sitrus mevali hisoblanadi. Shirin ifor keladi, ishoninglar, yoqimli ifor keladi. Men o'zi aslida o'tkir hidli atirni yoqtirmayman, lekin mana shu Fiesta atirimiz bor. Fiesta atirimiz menga yoqib qoldi. Kompaniyamizda a'zo bo'lib ishlasanglar, bu atirlar sizlar uchun hech nima bo'lmay qoladi. Xohlagan mahsulotinglarni ichki narxda olasizlar va komanda qilib rivojlanib ishlasanglar bo'ladi. Shunaqangi kosmetikalardan foydalanib, ishlatib yoki biznes qilishni xohlaysizlarmi? Menga murojaat qilinglar.